Mana bu tog' bodomini hosili. Mana bunday bo'ladi. Hop. Daraxti 7-8 yosh atrofida. Mana shuncha hosil qilgan. Bodom daraxti xususiyat boshqa olma, shoftali, o'rik, uzumlardan yaxshiligi shu daraxt 2018-yil qor yomg'iri suvidan boshqa tagidan suv ichmagan. Mana shuncha hosili bor. 10 kilo atrofida, 10 kilodan ko'proq hosil bor. Buni 1 kilo bodomi tayyorlanmagan xom holatida 40-50 ming so'm atrofida turadi. Tayyorlagandan keyin bu narxi ortishi mumkin. Mana bu hosili. Po'sti to'kiladi. Yupqa, mag'iz 99% bir mag'iz chiqadi. Hosildorchilik o'ta yuqori. Buni eng O'zbekistonda kech gullash xususiyati o'rik, sliva, shoftallarda ketin gulladi. Mana shu hosillari.